Man bu yili may oyida o'zim uchun kichkina anime marafon uyushtirdim va uni ichida Jujutsu Kaisen yoxud o'zbekchaga tarjima qilganda Jodugarlar jangi anime serialini ko'rib chiqdim va boshdan aytib o'taman, menga bu anime rosa yoqdi. Va bu videoda nega Jujutsu Kaisenni bunchalik zo'r hisoblashimni va afsuski o'zim sezgan bitta kattakon minusni aytib o'tmoqchiman. Meni bu animeda eng birinchi o'rinda qiziqtirgan narsa bu fantasy janridagi elementlarni bizning har kungi hayotimizdagi zamonaviy setting bilan birlashtirish. Men anchadan beri qanaqangidir shunaqa ruhdagi birorta kino, anime yoki serial ko'rmoqchi edim, lekin bunaqa umuman yo'qdi. Da, tipa Harry Potter, Chainsaw Man va My Hero Academia'ni aytsa bo'ladi, lekin Harry Potter bilan arra odam nima bo'lganda ham 90-yillarning oxiri, MH bo'lsa to'g'risi uncha qiziq emas, ko'rish niyatim yo'q. Jodugarlar jangi kakraz men xohlagan hamma narsani bergan. Bu yerda personajlar bir vaqtda la'natlangan ruhlar bilan olishib, domain expansionlarning mexanikalari qanday ishlashini tushuntirib, keyingi momentda trash horrorlarni o'z do'stlari bilan muhokama qilib, J-pop idollarning muxlislar bilan uchrashuviga borib kelishi mumkin. G'ayritabiiy va har kungi tabiiy hodisalarni bunaqa balans bilan to'qnashuvi juda ham unikal atmosferani vujudga keltiradi va aynan shu atmosfera meni ichimda qanaqangidir bog'liqlik tuyg'usini paydo va bu, конечно, serial bilan yana ham yaxshiroq emotsional aloqa o'rnatishga yordam berdi. Rostdan ham ancha hayajonli va og'ir janglardan so'ng Yuji va Megumini Nabara bilan shoppingga borishi, Kyoto va Tokio o'quvchilarini beysbol o'ynashi, Junpei bilan Yujini kino muhokama qilishi, Yujini sinfdosh qizi paydo bo'lishi va Nabarani taxminan rashkka, Satoru, Suguro, Riko va Kurayni Okinawada dam olishi, Utahime va Meimei'ni Saturni qitmirchiliklariga har xil reaksiyalari va bunga o'xshagan hamma slice of life momentlar qanaqangidir свежий nafas bo'la oldi va personajlarga bog'lanish uchun ancha yaxshi sababga aylandi.